Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan Surxondaryo viloyatida istiqomat qiluvchi ehtiyojmand, kam ta'minlangan, og'ir sharoitga tushgan oilalardagi bemor bolalarga konsultativ va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida navbatdagi ezgulik manzili ijtimoiy tibbiy aksiyasi o'tkazildi. Unga poytaxtimizdagi yetakchi klinika va markazlarning tajribali mutaxassislari jalb etildi. Termiz shahridagi viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida tashkil etilgan mazkur aksiyadan ko'zlangan maqsad ham tibbiy dasturga asosan og'ir tashxisli bemor bolalarni davolash, bepul dori-darmon vositalari bilan ta'minlash, ularning salomatligini muntazam tiklab borish, pirovardida jarrohlik amaliyotlariga zarurat bo'lgan bemor bolalar uchun murakkab operatsiyalarni tashkil etishdan iboratdir. Tibbiy ko'rikka bugun qizimni tomoq bezlarini shikoyatlari bilan kelgandik. Biz mutaxassislarga uchrashdik. Mana respublikadan kelgan shifokorlar ko'rigidan o'tdik. Operatsiya qiladi degan xavotirda edik biz. Yo'q, operatsiyaning hojati yo'q bo'lgan javoblarni berishdi. Chiroyli analizlar qilib berishdi. O'zimiz viloyatimizda mana shunaqa chiroyli tibbiy ko'riklar tashkillashtirib, xalqimizga yordam berayotganligi uchun rahmat prezidentimizga. Bolalarning kasalligi juda ham katta qiyinchilik tug'diradi. Bu yerda hamma bemor bolalarni bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazishyapti. Imkoniyati yetmaydigan oilalarga yaxshi yordam bo'ladi. Qizimning ko'zida muammosi bor edi. O'shani operatsiya qilib bepul o'tkazlik qilib berishgan edilar. Endi bugun tibbiy tekshiruvga o'tkazishga keldik. Yaxshi ekan, ancha xursand bo'ldik. Qancha ota-onalar xursand bo'lishdi. Xayriya aksiyasidan konsultatsiya o'tkazib, tekshirib, bepul qilib berayotgan doktorlarga rahmat. Bu qancha ota-onalarga imkoniyat. Chunki Toshkentga borib qildirishga imkoniyatlari yetmaganlar viloyatda o'ziga qildiryapti. Toshkentdan vrachlar kelib qilib berishyapti. Shuni tashkil qilgan prezidentimizga rahmat. Dilnoza Sayfullayeva 14 yoshda, bolaligidan tug'ma ko'z nuqsoni bilan og'rigan. Jamoat fondi tomonidan tashkil etilgan imtiyozli jarrohlik amaliyoti sabab uning va oila a'zolarining quvonchi cheksiz. Bir emas, 2 marta operatsiya bo'ldi. Shunga ham ancha qiynalgandik, Xudoga shukr. Birinchi operatsiyasi bo'ldi, mana 2 yildan keyin ikkinchi operatsiyasi bo'ldi. Yaxshi jarayon, nasib bo'lsa bundan buyoq ko'ramiz. 2 ko'zi edi, bu doğrusa bitta ko'zini operatsiya qilishdi. Mana ikkinchi ko'zi yaxshi ekan, bittasini qildi. Bundan buyoq endi ko'ramiz vaziyatni. Yaxshi bo'lib ketsin ishqilib. Prezidentlarimiz boshlarimiz omon bo'lsin. Rahmat aytaman faqat. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan bu kabi aksiyalar respublikamiz bo'ylab muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. O'tgan yillar mobaynida o'tkazilgan tibbiy aksiyalar davomida qariyb 7000 dan ortiq bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ularga shu yerning o'zida jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, reabilitatsiya qilish chora-tadbirlari uyushgan tarzda respublika va mahalliy shifokorlar ishtirokida amalga oshirildi. Quvonarlisi bu xayrli ishlar voha shifokorlari uchun ham tajriba almashishda muhim qadam bo'ldi. Toshkent pediatriya tibbiyot institutidan 7 xil yo'nalishdagi mutaxassislar kelgan. Yuqori texnologik operatsiyalar olib borish, og'ir kasalliklar bo'lgan bemorlarga shu yerning o'zida kerakli tavsiyalar olib borishadi. Bu ko'rigimiz 5 kun davom etadi va 5 kun davomida kerakli operatsiyalar qilib beriladi bepul. Biz mo'ljallaganimiz 3000 ga yaqin bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Bularning orasidan kerak bo'lgan operatsiyani tanlab olish va shu yerda o'zida o'tkazib yordam berish maqsad qilingan. Shunaqa aksiyalarni shu yilning o'zida bir necha marta o'tkazish rejalashtirilgan. Prezidentimiz tomonidan berilgan katta imkoniyatlardan biri deb hisoblaymiz bu narsa. Bu Surxondaryo ahli uchun, xalq uchun bu katta yordam hisoblanadi. Tibbiy ko'rikda shifokorlarning tavsiya va xulosalari asosida bolalarga shu yerning o'zida jumladan 162 nafar bolaning 8 nafarda plastik, 39 nafarda oftalmologik, 51 nafarda urologik, 64 nafarda lor va boshqa kasalliklar bo'yicha operatsiya amaliyotlari va mahorat darslari o'tkazildi. Ma'lumot uchun fond tomonidan o'tgan 3 yil mobaynida 10 dan ortiq bemor bolajonlarga tibbiy, ijtimoiy, psixologik va manzilli yordam ko'rsatib kelinmoqda. Mana 3 yildirki prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil qilingan bolalarni qo'llab-quvvatlash fondi tashkillashtirayotgan ezgulik manzili deb atalgan aksiyalarda 3 yildan beri hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. Shu davr davomida oftalmologik yordamga muhtoj bo'lgan, respublikamizda yashayotgan 3000 dan ortiq bo'lgan bemor bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, jarrohlik amaliyotiga muhtoj bo'lgan bemorlarga o'zimizni amaliy yordamimizni ko'rsatib kelmoqdamiz. Mana hozirgi navbatdagi aksiyamiz Surxondaryo viloyati Termiz shahrida tashkil qilingan bo'lib, bu aksiyamiz 12 maydan
to 17 mayga qadar davom etadi. Viloyatda yashayotgan 400 dan ortiq bemor bolalarni, oftalmologik yordamga muhtoj bo'lgan bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, ularga amaliy yordam ko'rsatib kelmoqdamiz. Mana kuni kecha shu g'iliylik bo'yicha ikkita bemorimizni jarrohlik amaliyotini o'tkazdik. Onalari juda ham xursand. Ularning xursandchiligini ko'rib biz ham juda ham xursand bo'ldik. Qisqa qilib aytganda, bu kabi ijtimoiy aksiyalarning doimiy ravishda o'tkazilayotgani bemor bolalarni davolash, ularni sog'lom hayotga qaytarish yo'lidagi ezgu amallardan biridir.